Bibliya dunyodagi eng ko'p o'qiladigan va eng ko'p sotiladigan kitob. Masihiylik dunyoda eng ko'p tarqalgan va eng ko'p o'zgargan din. Biz musulmonlar Alloh taolo Iso alayhissalomga Injil nozil qilganiga iymon keltiramiz. Busiz iymonimiz butun bo'lmaydi. Lekin o'sha ilohiy kitobning o'zi hozir yo'q. Iso alayhissalomdan keyin ba'zi kishilar o'zlari kitob yozib, mana shu Injil menga vahiy qilindi, men yozib oldim deb chiqdilar. Asta-sekin ularning soni ko'payib boraverdi. Ularning har biri o'zining Injili haq ekanini da'vo qilardi. Orada gap so'z, oldi-qochdi ko'paydi, ixtiloflar kuchaydi. Shunda avval aytib o'tilganidek, imperator Konstantin milodiy 325-sanada Nikeyada katta majlis chaqirdi. Imperator majlis ahli oldiga mavjud Injillardan eng ishonchlisini tanlab olish vazifasini qo'ydi. Ular uzoq tortishuvlardan keyin 4 dona Injilni tanladilar. Shu o'rinda o'ta muhim bir masalaga to'xtab o'tishni lozim topdik. Barcha Injillar ham Alloh taolo tomonidan Iso alayhissalomga nozil qilingan va Qur'onda zikri kelgan Injil deb hisoblanaverilmaydi. Bu hozirda mavjud bo'lgan va Injil deya nomlanayotgan kitoblar biz musulmonlarning huzurimizdagi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini bayon qiluvchi siyrat kitoblar kabi Iso alayhissalomning hayotlari bayon qilingan, u zotdan keyin yozilgan kitoblardir. Iso alayhissalomga Alloh taolo tomonidan nozil qilingan Injil hozirda mavjud emas. Yahyo qamab qo'yilgandan keyin Iso Jalilaga qaytdi. U Xudoning shohligi haqida xushxabar tarqatdi. Vaqt soati keldi. Xudoning shohligi yaqinlashib qoldi. Tavba qilinglar, Injilga iymon keltiringlar deb e'lon qilib yurdi. Bu Mark keltirgan jumlalardan ko'rinib turibdiki, Iso alayhissalom xalqni Injilga iymon keltirishga da'vat qilganlar. Huzurimizdagi mavjud Injillar u zotdan keyin yozila boshlaganini e'tiborga olsak, aynan o'zlariga Alloh tomonidan nozil qilingan Injilga iymon keltirishga da'vat qilganliklariga amin bo'lamiz. Masihiy Injilshunos olimlar ham qadimda Iso alayhissalomga nisbatan berilgan Injil bo'lgan, biroq u Iso alayhissalomdan keyin ko'p vaqt o'tmay yo'qolgan bo'lishi mumkin degan fikrni oldinga suradilar. Ba'zilari esa o'sha Injil saqlanib qolgani 4-asrda bu Injil cherkov tomonidan apokrif tan olinmagan hisoblanib, yo'q qilishga qaror qilingani va ijro o'sha paytlardayoq amalga oshirilganini aytishgan. Hozirda nasoralar e'tiqod va amal qiladigan 4 Injillar quyidagicha. Matto Injili. Bu Injil eng qadimgi Injil hisoblanadi. Bu Injilning yozilgan yili haqida aniq bir to'xtam yo'q. Turli manbalarda 37-yildan 105-yillargacha bo'lgan sanalar keltirilgan. U ibroniy tilda yozilgan edi, ammo o'sha asl ham yo'q. Hozir bori o'shaning tarjimasi. Lekin tarjimon ham, u qaysi matndan tarjima qilgani ham hozirgacha ma'lum emas. Mark Injili. Bu Injilning yozilgan sanasi 63-yildan 68-yil oralig'ida deb taxmin qilingan. Yunon tilida yozilgani aniq, ammo uni kim yozgani noaniq. Ba'zi nasoralar uni Butrus yozgan deydilar. Boshqalari esa uni Butrusning o'limidan keyin Mark yozgan deydilar. Bu Injilni nima deyish mumkin? 30-38 yildan so'ng Masih alayhissalom gapirmagan tilda yozilgan, kim yozgani aniq emas kitob muqaddas kitob bo'la oladimi? Luqo Injili. Bu Injil 53-90-yillar oralig'ida yozilgan bo'lishi mumkin. Luqo u zotning shogirdlaridan emas. U Pavlning shogirdi. Uning ustozi ham Iso alayhissalomni ko'rgan emas. Buning ustiga Pavel nasoronlikka dushman bo'lgan yahudiylardan ekan. Shuning uchun hiyla bilan nasoronlikka qarshi ko'p buzg'unchiliklar qilgani zikr qilingan. Yuhanno Injili. Bu Injilning yozilgan sanasi 68-yildan 98-yillar oralig'i deb taxmin qilingan. Ba'zi nasoro toifalari uni Iso alayhissalomning shogirdlaridan biri Yuhanno ibn Zabdiy yozgan deydilar. 500 ta taniqli nasoro olimlari ishtirokida yozilgan Britaniya ensiklopediyasi bu kitobni qalbaki kitob degan.
izohning hojati bo'lmasa kerak. Umuman olganda, Injillarning barchasi o'zi mansub bo'lgan kishilar tomonidan yozilgani o'z tasdig'ini topmagan. Shu bilan birga ular yozilgan sanalar ham. Chunki avval aytib o'tganimizdek, ularning asl nusxalari yo'q. Hozirda mavjud Injillar ana o'sha Injillardan ko'chirilgan nusxalar deb taxmin qilingan. Bu nusxalarning eng qadimiysi esa 4-5 asrlarga tegishli bo'lib, birorta to'liq shakldagi kitob yo'qdir. Balki bir necha parchalardan iborat bo'lgan shakllardadir. Eng ajablanarli tomoni shundaki, Bibliyaning 5366 ta nusxasi bo'lib, bular ichida bir-biriga to'liq munosib kelgan 2 ta nusxa topilmaydi. Tushunarli bo'lishi uchun misol keltiramiz. Masalan, Qur'onni oling. Qur'on bir nusxadan iborat. Amerikaga borsangiz ham, Afrikaga borsangiz ham, umuman yer yuzining qaysi burchagiga borsangiz ham o'sha nusxani topasiz. Hamma yerdagi Qur'on bir xil. Bibliya esa 5366 nusxadadir. Demakki, bular ichida qaysidir nusxa haqiqiy Alloh tomonidan tushirilgan muqaddas kitob. Agar o'sha nusxa qolgan bo'lsa, bo'lishi, qolgan 5365 nusxa esa qalbaki bo'lishi kerak. Qaysi nusxa haqiqiy degan savol esa to qiyomatgacha javobsiz qolishga mahkumdir. Injilshunos olimlar shuni ham ta'kidlashadi. Birinchi bo'lib Matto Injili emas, balki Mark Injili yozilgan. Qolgan Injillarni yozishda esa aynan shu Injil manba bo'lgan. Chunki Matto Injili 91% Mark Injilidan ko'chirilganligi, Luqo Injili esa unga deyarli 70% to'g'ri kelishini aytishgan. Injillarning mualliflari va sanalari turlicha bo'lganidek, ularning yozishda qo'llanilgan uslublar ham turlichadir. Nafaqat boshqa injillar bir-biridan farq qiladi, balki bir injilning o'zida ham bir necha uslubni ko'rish mumkin. Masalan, Matto Injili. Bu injilni o'rganib chiqqan olimlar uni yozishda 4-5 xil uslub qo'llanilganligini aytishgan. Bundan bu injilni bir kishi bir zamonda emas, balki 4-5 kishi, agar bundan ko'p bo'lmasa, turli zamonlarda yozishgan degan qarorga kelishgan. Chunki barcha yozuvchilarning o'ziga xos uslubi bo'lib, bir-biridan farq qiladi. Yozuvchi yashayotgan zamon ham bunga o'z ta'sirini ko'rsatmay qo'ymaydi. Shu bilan birga injillarda ixtilof, qarama-qarshilik va ziddiyatlar ochiq-oydin ko'zga tashlanadi. Masalan, Matto va Luqo injillari keltirgan Iso alayhissalomning nasabnomalari. Matto Injili Iso alayhissalomni Ibrohim alayhissalomga 42 nasab bilan bog'lasa, Luqo Injili 57 nasab bilan ulaydi. Eng ajablanarli tomoni shundaki, Matto Injili Ibrohimdan Dovudgacha 14 nasl, Dovuddan Bobil surgunigacha 14 nasl, Bobil surgunidan Isogacha 14 nasl deb 42 ta naslni aytsa-da, o'zi 41 ta nasl keltirgan xolos. Ixtilof shu bilan tugab qolmay, balki ular keltirgan kishilarda ham davom etadi. Matto Injili Iso alayhissalomning tutingan otasi Yusufni Yoqubning o'g'li deb ta'kidlasa, Luqo Injili Elining o'g'li bo'lgan deydi. Matto Injili Iso alayhissalomni Dovud alayhissalomga Sulaymon alayhissalom orqali ulagan bir chog'da, Luqo Injili Dovud alayhissalomning boshqa o'g'li Essay orqali bog'laydi. Bu kabi ixtilofni Iso alayhissalomning tug'ilishlarida ham ko'rsak bo'ladi. Matto Injili Iso alayhissalomni miloddan oldin 5-4 yillarda tug'ilganlar desa, Luqo Injili miloddan keyingi 6-9 yillarni keltiradi. Matto Injili Iso alayhissalom tug'ilganlarida uzoq o'lkalarda qandaydir munajjimlar kelganligi haqida so'ylaydi. Luqo Injili esa o'sha yerdagi cho'ponlar kelganligini gapiradi. Matto o'sha paytdagi shoh Hirot Iso alayhissalomni o'ldirishni qasd qilgani, shuning uchun yangi tug'ilgan barcha chaqaloqlarni qilich tig'idan o'tkazgani, bundan xabar topgan Yusuf Maryam va Iso alayhissalomlarni olib darhol Misr diyoriga qochib ketgani, u yerda bir necha yildan so'ng shoh Hirot o'lganidan keyingina qaytib kelishgani haqida kuyib-pishib gapirayotgan bir paytda Luqo bunday hodisa ro'y bermagani, balki Iso alayhissalom 8 kunlik bo'lganlarida sunnat qilinganliklari, Maryam alayhissalom Tavrotga muvofiq nifosdan pok bo'lganliklaridan keyin
ya'ni tuqqanlaridan 40 kuncha o'tgach Quddusga borib, u yerda poklanish qurbonligini keltirishgani va har yili Fisix bayrami kuni Quddusga kelib turishgani haqida so'ylab, Mattoni yolg'onchiga chiqaradi. Bibliyadagi xatolar va matematik ziddiyatlardan ba'zilarini keltiramiz. Ezra kitobi 2-bob 65-oyatda aytiladiki, u yerda 200 ta qo'shiqchi erkak va ayollar bo'lgan. Ezra kitobi 7-bob 67-oyatda esa 245 ta qo'shiqchi erkak va ayollar bo'lgan deyilgan. Ularning soni 200 mi yoki 245? Shohlar 2-kitob 24:8 da aytiladiki, Yoaxim Quddusda shohlik qila boshlaganda 18 yoshda edi va u 3 oy shohlik qildi. Xronikalar 2-kitob 36:9 da esa Yoaxim shohlik qila boshlaganda 8 yoshda edi va u 3 oy 10 kun hukmronlik qildi. Yoaxim 18 yoshidan shohlik qilganmi yoki 8 yoshidanmi? Keyin u 3 oy hukmronlik qilganmi yoki 3 oy 10 kunmi? Shohlar 1-kitob 7:26 bunda aytiladiki, Sulaymonning ma'badida uning quyma dengizdan bo'lgan hammomi 2000 bat o'lchov birligi edi. Xronikalar 2-kitob 4:5 da esa 3000 batli quyma dengizdan hammomi bo'lgan deyilgan. Sulaymonning 2000 batli hammomi bo'lganmi yoki 3000 batlimi? Shohlar 1-kitob 15:33 ga ko'ra Basha Assa hukmronligining 26-yilida vafot etgan. 2-xronikalar 16:1 da esa Basha Assa hukmronligining 36-yilida Yahudoga bostirib kirdi deyilgan. Qanday qilib Basha o'limidan 10 yil o'tib Yahudoga bostirib kirishi mumkin? Va yana Bibliyada pornografik sahnalar ham mavjud. Bir misol. Ahmad Didat Xudo o'z so'zini asraydi deb turib, oldin kelgan Tavrot va Injil saqlanib qolinganligini inkor qiladiganlarni kim deyish mumkin? Butun kecha ta'kidlayotgan narsam bu. Kitoblar saqlanib qolinmagan. Savolingizga javobni yana qaytaraman. Kitoblar saqlanib qolinmagan. Agar ular saqlanib qolinganida tan olinardi. O'zi u yerda nima o'zgartirilmagan? Biz u yerda ko'rayotgan narsalar o'yin-qaroqlikdan o'zga narsa emas. Uning ichida faxsh bayon qilingan boblar bor. Men o'qib bering deb so'ragandim. Bu ishni qilishga ham suhbatimda 10 daqiqa vaqti bor edi. Unda yetarlicha vaqt bor edi o'sha Hizqiyoldagi uncha katta bo'lmagan bobdagi pornografiyani o'qib berishga. Men bu narsani odamlar orasidagi majlisda hech kim o'qib bera olmaydi deb shubhalanyapman dedi. Men aytayapman-ku, siz buni o'qiy olmaysiz. Sababi esa, chunki bu jirkanchilik Xudoning so'zi emas. Agar bu Xudoning so'zi bo'lganida, siz u narsadan uyalmasdingiz. Agar Suyuqoyoq bu ikki opa-singilning faxshlari haqidagi qilmishlarini batafsil yoritishga Xudo uyalmagan bo'lsa, unda nega siz uyalyapsiz? Nima siz Xudodan ko'ra xayoliroqmisiz? Mana muammo nimada? O'zingizni shu qadar muqaddas deb o'ylaysizki, bu so'zlarni o'qib yurishga uyalasiz, ammo Xudo uchun baribir deysiz. Nima siz Xudodan ham muqaddasmisiz? Yo'q, bu o'sha so'zlar Xudodan emasligini anglatadi. Bitiklar o'zgartirilgan va siz aytayotgan Tavrot bu eski ahd emas. Axir o'zingiz bizlarga Bibliya 40 talab muallif tomonidan yozilgan deb aytyapsiz-ku. Aql bovar qilmaydi. Bu kitobni 40 ta har xil muallif yozgan. Biz Tavrotga ishonamiz deganimizda Musoga yuborilgan vahiyni nazarda tutamiz. Chunki Xudo Musoga qog'oz kitob tushirmagan. Hamsuhbatim Sveger Tavrotni tosh parchalariga bitilgan deb aytdi. Muso esa bu bitiklarni yo'q qildi, tashlab yubordi, bu ularni parchalab yubordi. Agar bu 5 ta kitob toshlar va tosh parchalariga bitilgan bo'lganida, unda Musoda bu toshlarni saqlash uchun osmono'par binodan iborat muzey bo'lishi kerak edi. Ibtido, chiqish, Levit, Sahro, qonunlar shuncha bitiklarni u qayerda saqlagan? Yo'q. Aynan shu sababdan bu kitoblar Musoga tegishli emas. Muso hech qachon Lut payg'ambar o'z qizlari bilan zino qilgan deb yozmasdi. Nega? Yoqubning o'g'li Rubin o'z onasi bilan zino qilgan deb yozish nima uchun? Keyin esa Yahudo, Yahudiylarning ajdodi. Aynan undan Yahudi, Yudaizm, Yevrey, Yahudi, Yahud so'zlari kelib chiqqan. U yo'l chetida o'tirgan keliniga yaqinlik qilmoqchi bo'lgan. Yo'l chetida o'tirgani uchun uni fohishi deb o'ylagan. Uning oldiga borib, "Sen bilan birga bo'lishimga imkon ber" dedi. Ayol esa "Menga nima berasan" dedi. U esa "Senga podadan uloq olib kelaman" dedi. Ayol esa "Kelguningcha garovga nima berasan" dedi. U esa "Nima beray" dedi.
qo'lingdagi Musonikiga o'xshagan muhrli zanjirni ber dedi va berdi. Shundan keyin o'z kelini bilan zino qildi va bu aloqadan egizak tug'ildi. Va mana shu egizaklar Faraz va Zerah muqaddas Bibliyaga ko'ra Iso Masihning ajdodi hisoblanadi. Mattoning 1-bobi, Yangi ahdning 1-kitobi, 1-bob, 1-oyati Iso Masihning nasl nasabi Ibrohim va Davud avlodi. Ibrohimdan Ishoq tug'ildi, Ishoqdan Yoqub tug'ildi, Yoqubdan Yahudo va uning aka-ukalari tug'ildi. Yahudo esa Faraz va Zerahni tug'di Tamaradan. Ular kim? Ibtido kitobining 38-bobiga qarasangiz, u yerda qaynota o'z kelini bilan jinsiy aloqa qildi deb yozilgan. Bundan faqat haromi bolalar, insest bolalar tug'iladi. Va bu odamlar xristianlarning e'tiqodiga ko'ra Xudo bo'lgan Iso Masihning ajdodlari. Qanday qilib bunday narsalar Xudoning kitobida bo'lishi mumkin? Qanday qilib nasl nasab yo'q odamning nasl nasabi bo'lishi mumkin? Janob Swagger, iltimos, doktor Didatning ma'lum qismlarini o'qib berish talabiga javob bersangiz Bibliyadan. Menimcha bu joylar Ahmad Didat o'z chiqishida sizdan so'ragan narsa bo'lishi kerak. Janob Didatda berilmagan savolning javobi bilan bog'liq muammo bor ekan. Hizqiyol 23-bob. Fohisha opa-singillar Samariya va Quddus. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, bir onadan tug'ilgan ikki opa-singil bor edi. Ular Misrda fohishalik qilardilar. Yoshligidan fahsh yo'liga kirgandilar. Qizlik ko'kragi u yerda silandi, emchaklari siypalandi. Kattasining ismi Ahola, ikkinchisining ismi Aholibo edi. Men ikkovini ham o'z nikohimga olgan edim. Ular menga o'g'il qizlar tug'ib berishdi. Ahola Samariyani, Aholibo Quddusni bildiradi. Ahola mening nikohimda bo'la turib fohishalik qilar edi. U o'ynashlari bo'lgan assuriyalik jangchilarga xirs qo'ygan edi. Ularning hammasi kelishgan yigitlar, zangori libos kiygan, ot mingan hokim u lashkarboshilar edi. Aholo Assuriyaning hamma sara erkaklari bilan fohishalik qilar edi. Xirs qo'ygan har bir erkakning butlariga sig'inib, o'zini bulg'ab yurardi. U Misrda qilgan fohishaliklarni tashlamadi. Yoshligida erkaklar u bilan yotishgan edi. Qizlik ko'kragini silab, shahvatini qondirishgan edi. Shu sababdan men uni o'ynashlarining qo'liga topshirib qo'ydim. U hirs qo'ygan o'sha Assuriyaliklarning qo'liga berdim. Ular Aholani qip-yalang'och qildilar, uni o'ldirdilar. O'g'il qizlarini o'zlariga qul qilib oldilar. Jazosini tortgan Ahola ayollarining og'zidan tushmay qoldi. Singlisi Aholibo bularni ko'rdi. Shunday bo'lsa-da, suyi qoyoqligi va fohishaligi bilan opasidan o'tib tushdi. U ham o'sha Assuriyalik hokim u lashkarboshilarga, qurol aslahalar taqqan otli xushbichim jangchilarga xirs qo'ydi. Men Aholiboning bulg'anganini ko'rdim. Opasi bilan bir yo'lni tanlaganini bildim. U borgan sari fohishalikka berilib ketar edi. Bir kuni u bobilliklarning devorga tushirilgan rasmlarini ko'rib qoldi. Ular qizil rangga bo'yalgan edi. Bellarida kamar, boshlarida ko'rkam salla bilan tasvirlangan edilar. Ular Xalday yurtida tug'ilgan Bobil otliq sarkardalariga o'xshar edilar. Aholibo o'sha rasmlarni ko'rdi-yu, shahvat uning qonini qizdira boshladi. U Bobilga choparlar jo'natib, bobilliklarni o'z huzuriga chorladi. Bobilliklar uning oldiga kirdilar. Ishq to'shagiga u bilan yotdilar. O'z hirsi bilan uni bulg'adilar. Aholibo bulg'angandan keyin bobilliklardan jirkanib ketdi. Ulardan yuzini o'girdi. U fohishalikka berilib, yalang'och badanini hammaga ko'z-ko'z qilganda, men undan jirkanib ketdim. Opasidan yuz o'girganimday, undan ham yuzimni o'girdim. U esa yoshlik davrini, Misrda qilgan behayoligini eslab, yana ko'p fohishalik qilaverdi. Jinsiy a'zolari eshaklarnikiday, maniylari ayg'irlarnikiday bo'lgan o'ynashlariga xirs qo'ydi. Yoshligida qilgan behayoliklarini qaytarmoqchi bo'ldi. O'sha paytlarda misrliklar emchaklarini siypalagan edilar, qizlik ko'kraklarini silagan edilar. Davom ettiraveraymi yoki shuning o'zi yetarlimi?
bu ilohiy kitob emasligi aniq. Qur'ondan o'zga ilohiy kitoblar yetarli darajada buzilgan, o'zgartirib tashlangan. Buni har qanday aqlli sog'lom inson tan oladi. Demak, mavzuning eng asosiy qismi: nasroniylikning asoschisi kim? Nasroniylik dini musulmon tadqiqotchilarning diqqatini ko'pdan buyon o'ziga tortib keladi. Bu din binosi 3 asosga barpo qilingan: muqaddas uchlik, dastlabki gunoh va Xudoning Iso bo'lib zuhur etishi. Har bir postulatni alohida o'rganib chiqish uchun tarixga nazar tashlash lozim. Iso alayhissalom keyinchalik xristian diniga katta ta'sir qilgan qadimgi 4 sivilizatsiya Misr, Eron, Bobil va qadimgi Yunoniston kesishgan joyning markazi Falastinda tavallud topganlar. Taxminlarga ko'ra, nasroniy dini Iso alayhissalom ta'limotidan vujudga kelgan. Ammo Iso alayhissalom ta'lim bergan narsa eski yahudiy dinining bir turi bo'lib, xristianlik esa uning buzilgan shaklidir. Haqqa da'vat qilgan Iso alayhissalom shiddatli qarshiliklarga duchor bo'lib, o'ziga juda kam sonli yahudiylarni ergashtira oldi. Ko'pchiligi uning o'limini istar edi. Payg'ambarning risolatlarini bo'g'ib tashlamoqchi bo'lgan yahudiy va mushriklarning qarshiliklariga Iso alayhissalomning shogirdlari qarshi tura olmadilar va tez orada tarqalib ketdilar. Din tarixi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarning aksar qismi Iso alayhissalom emas, balki Pavlus bu dinning asoschisi deb hisoblashadi. Bir vaqtlar Syurix universitetining professori bo'lgan doktor Arnold Mayerning ta'kidlashicha, agar xristianlik deganda biz inson bo'lmagan, ammo inson suratida bokira ayoldan tug'ilib, xochdagi o'z qoni bilan dastlabki gunohdan bizlarni xalos etish uchun o'zini qurbon qilgan Masihga Xudoning o'g'li deb iymon keltirish, bunday xristianlik Parvardigorimiz tarafidan emas, balki avliyo Pavlus tarafidan o'ylab topilgan. Iso alayhissalom da'vat qilgan haqiqiy Injil soxta shogirdlar tarafidan atayin yo'q qilindi va uni o'zlarining injillari bilan almashtirishdi. Barcha tan olishi uchun esa bu kitoblarni Iso alayhissalomning haqiqiy shogirdlariga nisbat bera boshladilar. Ammo bunchalik ko'p muqaddas kitoblar jamoatni firqalarga bo'lib tashladi. Ularning har qaysisi o'zining aqidaviy ta'limotlariga ega edilar. Nasroniylik majusiylik bilan chatisha boshladi. 4-asrda majusiy imperator nasroniylikka kirib, bu dinni davlat dini deb e'lon qildi. Bu ixtilofdagi barcha firqalarni birlashtirish uchun qo'lidagi barcha imkoniyatlarni ishga soldi. 325-yilda Konstantin Nikeyada ruhoniylarning saborini o'tkazdi. Bu majlisda Iso alayhissalom Xudoning xudosi, nurning nuri, eng ilohiy deb e'lon qilindi. Iskandariya arxiyepiskopi Ariy degan kimsa Masihning ilohiyligini rad qilgani uchun sabor uni qoraladi, yozganlarini esa yo'q qilishga qaror qildi. Ushbu Nikeya saborida yangi aqd qonunlashtirildi va nasroniylar o'zlarining standart Bibliyasiga ega bo'ldi. Ammo bu kitoblarni kanoniylashtirish oson bo'lmagan, chunki muqaddas kitoblar ko'p bo'lganidan har qaysi yepiskop o'zining kitobini himoya qilardi. Uzoq cho'zilgan bahslarni to'xtatish uchun cherkovning oddiy mo'jiza texnikasi ishga solindi. Ushbu sabor ishtirokchisi bo'lgan Papusning eslashicha, saborga taqdim qilingan barcha kitoblarni cherkovdagi prichastiya stoliga jamlab, yepiskoplar Xudodan vahiy qilingan kitoblar stol ustida qolishini, soxtalari esa stol tagida bo'lib qolishini so'rab duo qildilar va duoda so'ralgan narsa bo'ldi. Shunday qilib, mo'jiza tufayli kanonlashgan 4-injil stol ustida qoldirildi. Ammo bizga sabor yig'ilgan xona kaliti kimda bo'lganligi haqida xabar qilingani yo'q deb yozadi Blavatskaya. Konstantinning podshohligi davrida nasroniylar orasida xochni hurmatlash ham paydo bo'ldi. Konstantin xochning asl mohiyati uning tushida ayon bo'lganini aytib chiqdi va shundan beri xoch gunohlar yuvilishining muqaddas timsoli va iymon asosi bo'lib qoldi. 381-yilda esa boshqa imperator Teodosiy Konstantinopol saborini o'tkazdi. Mazkur yig'ilishda Isoning iloh ekanligi masalasi batamom tasdiqlandi. 6-asrning eng buyuk hodisasi Masih Mavlidi bayramining ta'sis qilinishi bo'ldi. Dionisiy zaif, skif rohib faraziy taxminlariga asoslanib Iso alayhissalomning tug'ilgan kunini 25-dekabr kuni deb e'lon qildi.
Ushbu asr nasroniy dini majusiylashishning cho'qqisi edi. 7-asr islomning yuksalishiga guvoh bo'ldi va o'sha kezlari buzilib ketgan nasroniylik majburan ortga chekindi. Deyarli butun O'rta Yer dengizi yangi din ta'siriga tushib qoldi. Dinlar cherkov nazoratidan chiqib ketdi va ko'p nasroniylar islomni qabul qila boshladilar. Islom ta'limoti ta'sirida ikonalarga sig'inishga barham berila boshlandi. 9-asr nasroniy dinining asoslarini titratgan ratsionalizm davri bo'ldi. Muqaddas matnlar Iso alayhissalom va Injilda nomlari zikr qilingan boshqa shaxslarning tarixiyligiga tanqidiy baho berildi. Iymonning barcha bandlari sinchiklab tekshirildi va ular xurofiy aql to'qimasi deb inkor qilindi. G'ayrioddiy din kitobining anonim muallifi esa butun Bibliyaning vahiy ekanligi haqidagi aqidani butunlay rad etgan. 20-asrda nasroniylik bir nechta mag'lubiyatni boshdan kechirdi. 1945-yilda Qumron vodiysida avvallari ma'lum bo'lmagan O'lik dengiz yozuvlar o'rami deb nomlanuvchi juda ko'p hujjatlar topildi. Ba'zi o'ramlarda Bibliyaning butun boblari bor. Xullas, nasroniy dini o'z e'tiqodlarining aksar qismini qayta ko'rib chiqishlari kerak bo'lib qoldi. Yangi ahd matnlari ilohiy vahiy emasligi, balki odamlarning to'qimalari ekani yana bir bora isbotlandi. Shunday qilib biz hozirgi kunimizdagi nasroniy dini bu Iso alayhissalom risolati emasligini, balki bu turli xil cherkov yig'ilishlari natijasida paydo bo'lgan ta'limot ekanligiga guvoh bo'ldik. Nasroniylar tasavvurlariga ko'ra Xudoning uch qiyofasi Ota Xudo, O'g'il Xudo va Muqaddas Ruh Xudo. Xudoning uch qiyofa yoki ipastasda mavjudligiga e'tiqod 381-yilda Konstantinopolda bo'lib o'tgan cherkov saborida aqida tarzida rasmiylashtirilgan. Xristian cherkov o'z qavmlarini bu aqidaga ishontirishga urinib, inson aqli uni anglashga qodir emas. Bu esa aqidaning g'ayritabiiyligini tasdiqlaydi deb uqtiradi. Haqiqatda esa Troitsa haqidagi tasavvurlar juda qadimgi davrda shakllangan. Qadimgi Misr Osiris, Isida, Xor, qadimgi Hindiston Brahma, Vishnu, Shiva, Bobil, Anu, Baal dinlari va boshqa dinlarda ham Troitsa mavjud bo'lgan. Pavlusning gunoh yuvilishi haqidagi ta'limotida odam ato man qilingan meva tufayli gunohkor bo'ldi va bu gunoh merosi o'laroq butun insoniyatiga o'tdi. Bu gunohdan inson hech qachon qutula olmaydi va insonning o'zi bu gunohni ketkazishga qodir emas deyiladi. Pavlusning aytishicha, faqat solih amallarning o'zi yetarli emas. Odam atoning gunohi tufayli insoniyat halok bo'lishiga mahkum etilgani bois xochga parchinlanib bo'lgan Iso alayhissalom insonlar uchun tayyorlab qo'yilgan jazoni zimmasiga oldi. U qayta tirilib, o'lim ustidan g'alaba qozondi va taqvodorlik qayta tiklandi. Nasroniy uchun Iso alayhissalomning o'lishi va qayta tirilishiga ishonish go'yo uning najot topishiga kifoya emish. Ya'ni bu qurbonlik evaziga Iso alayhissalom insoniyat gunohini bo'yniga oldi va insonlarni gunohdan xalos qilganiga iymon keltirishi kerak emish. Nasroniylikda dastlabki gunoh aqidasi qanchalik muhim o'rin egallagan bo'lmasin, bu aqida Iso alayhissalom va boshqa barcha payg'ambarlar olib kelgan ta'limotlarda umuman uchramaydi. Eski ahdda Parvardigor aytadi: o'g'il ota gunohiga javob bermaydi va ota ham o'g'ilning gunohiga javob bermaydi. Qur'oni Karimda inson o'z amali uchun javobgar deyilgan. Hech bir gunohkor jon boshqaning gunohini ko'tarmas. Har bir insonga o'z qilganidan boshqa narsa yo'q. Bugun uchlik ta'limoti va haq din o'rtasidagi farqni juda ko'p odam bilib bormoqda. Ba'zilar Qur'oni Karimda Iso alayhissalomni izdoshlarimiz deydiganlarga qilingan murojaatga ajablansalar kerak. Ey ahli kitoblar, diningizda haddan oshmang va Allohga nisbatan haqdan boshqa narsa aytmang. Albatta, Masih Iso ibn Maryam Allohning rasuli, Maryamga ilqo qilgan kalimasi va undan bo'lgan ruhdir. Bas Allohga va uning rasullariga iymon keltiring. Ushta demang, to'xtang, o'zingizga yaxshi bo'ladi. Albatta, Alloh yagona ilohdan o'zgasi emasdir. O'zga emas. U zot bolasi bo'lishidan pokdir. Osmonlardagi narsalar ham,
Yerdagi narsalar ham unikidir. Vakillikka Allohning o'zi kifoya qilur. Va ogohlantirish: ayt ey ahli kitoblar, diningizdan nohaq haddan oshmang va ilgari o'zlari adashib va ko'pchilikni adashtirib, to'g'ri yo'ldan chiqqanlarning havoi nafslariga ergashmang. Bu oyatlarni o'qib, kimdirda yangi hafta nasroniy trinitar va nasroniy unitarlarning farqi hamda musulmonlar va nasroniylar o'rtasidagi qanday farq borligiga qiziqish paydo bo'ladi. Bu shubhasiz Pavelning din haqidagi ta'limotidir. Asrlar davomida nasroniy trinitarlar Iso alayhissalom emas, balki Pavel ta'limotlariga ergashib kelayotgani haqida bahs-munozaralar to'xtagani yo'q. Buni inkor qilish qiyin, chunki Iso alayhissalom eski ahd qonunlarini tasdiqlash uchun kelgan edi. Pavel esa sirli bir dinga o'rgatgan. Uning dini barcha payg'ambarlar olib kelgan dinga zid bo'lgan. Ming yillar davomida payg'ambarlar vahiy bilan kelishgan. Biroq Pavel bunga beparvolik qiladi va Iso alayhissalom ta'limotiga qarshi chiqib, barcha diqqatni payg'ambar hayotiga emas, balki uning o'limiga qaratadi. Lemanning yozishicha, Pavel yagona muhim hisoblagan narsa Masih yordami ila ozod bo'lishga umidlarning barchasini vayron qiluvchi Isoning o'limidir. Yahudiylarning mag'lub bo'lgan Masihini u qayta tirilgan, inson o'g'lini esa Xudo o'g'liga va g'olib Masihga aylantiradi. Iso alayhissalom va havoriylar ta'limotini Pavel buzgan deb hisoblaydigan olimlar kam emas. Pavel nasroniylik deb atagan narsa to'liq bid'at edi. Bu bid'at esa na yahudiylar, na esseylar va na Iso alayhissalom aqidasiga asoslangan. Skonfield so'zlariga ko'ra, Pavel bid'ati an'anaviy nasroniylik asosiga aylantirildi. İlk vaqtlarda mavjud bo'lgan cherkovlar esa bid'atchi deb e'lon qilindi. Leman davom etadi. Iso alayhissalom qilmagan va qilishdan bosh tortgan narsalarni Pavel bemalol qiladi. U najot haqidagi ilohiy va'da majusiylarga ham tegishli degan fikrni ifoda qiladi. U Muso alayhissalom qonunini bekor qiladi va Xudo bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish yo'lini to'sib, vositachi paydo qiladi. Kimdir Pavelni avliyo bo'lgan deydi. Ularning biri bo'lgan Joel Carmichael quyidagi so'zlarni aytgan: Biz tasavvurdan ortiq darajada Isodan uzoqmiz. Agar Iso qonunni barpo qilish uchun kelgan bo'lsa, Tavrotda na bir harf, na bir nuqta o'chadi deb ishongan bo'lsa, eng asosiy amr: tingla ey Isroil, Robbimiz bo'lgan Xudovand yagona Xudovanddir deyilgan bo'lsa va birgina Xudodan boshqa hech kim savob egasi emas bo'lsa, u Pavel ta'limoti haqida nima degan bo'lardi? Pavelning g'alabasi tarixiy Isoni yo'q qilib tashlashni anglatar edi. U xuddi Qahrabodagi pashsha kabidir. Iso alayhissalom va Pavel ta'limotlari bir-biriga zid ekanini juda ko'p mualliflar payqashgan. Ularning yaxshilari deb hisoblanganlar o'z fikrlari bilan ta'vil qilishdan o'zlarini tutishgan va faqat o'rtadagi farqlarni bayon qilish bilan cheklanishgan. Dr. Redning yozishicha, Pavel ta'limotidagi asosiy narsa butun insoniyat najot topishini ta'minlaydigan tarixdagi ilohiy bir hodisa, akt yoki bir nechta hodisalardir. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, ilohiy hodisalarga inkarnatsiya, o'lim, ilohiy mavjudotning qayta tirilishiga iymon keltirganlar najot topishadi. Pavelga ko'ra, din mohiyati xudojo'ylikdan iborat. Usiz din bo'lmaydi. Bularning hammasi Iso alayhissalom e'tiqodlari yoki o'zgargan ta'limotlari bo'lishi mumkinmi? Qani Iso alayhissalom ta'limotlaridan Pavel o'rgangan va anglagan narsalar? Pavel uchun barcha bo'lgan narsalardan qanchasi Iso alayhissalomga ma'lum bo'lgan? Hech qanchasi. Dr. Yuhanno Vaysning yozishicha, eng ilk cherkovlarning Masihga bo'lgan iymonlari va Pavelning ta'limotlari Iso alayhissalomning risolatlari bilan farq qilgan. Bu eng yangi din edi. Kimning ta'limoti g'olib bo'lgan degan savolning javobini yuqorida nomlari zikr qilingan olimlarga qoldiramiz. Ammo Iso alayhissalom va Pavel ta'limotlari ikki xil narsa ekanini tushungan holda o'zingizga o'zingiz savol bering. Men qaysi birini tanlayman?
Iso alayhissalommi yoki Pavel? Mavzu shu darajada muhimki, hatto Michael Hart o'zining tarixda eng ko'p ta'sirga ega bo'lgan 100 ta shaxsga bag'ishlangan asarida yozadi. Masih axloq, odob va nasroniylik falsafasining asoschisi sifatida talqin qilinsa ham, biroq nasroniy aqidalarining asoschisi avliyo Paveldir. U yangi ahdning ko'p qismlari muallifi hamdir va iymon keltiruvchilarning ko'payishiga ham katta hissa qo'shgan. Pavelning qarashlari haqida: u Isoning o'limiga nima sabab bo'lgani bilan qiziqmadi, balki u faqat bu o'lim shaxsan unga ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi xolos. U odamlarni Allohga qaytishga chaqirgan kishini najotkorga aylantirdi. U an'anaviy yahudiylik harakatini alal oqibat yahudiylik diniga qarama-qarshi bo'lib qolgan keng qamrovli dinga aylantirdi. Iso bilan Pavelning ta'limotlarini farqlovchi 3 ta xislat bordirki, ularni inkor qilish insoniyatning najot topishiga xavf solishi mumkin. Bu farqlar ahamiyatiga ko'ra quyidagilardir. Isoning ilohiyligi haqidagi Pavel ta'limoti yagona iloh haqidagi Isoning ta'limotiga zid. Pavel tarafidan taklif qilingan iymonning o'zi bilan oqlanish tushunchasi Iso tasdiqlab kelgan eski ahd qonuniga mos emas. Pavelning so'zlariga ko'ra, butun insoniyat uchun payg'ambar qilib yuborilgan Iso bilan faqat bir millatga yuborilgan Iso orasida farq bor. Iso alayhissalom Bani Isroilga yuborilgan payg'ambarlar silsilasidan bir payg'ambardir. Iso alayhissalomning o'zi: "Men faqat Isroil xalqining adashgan qo'ylari huzurigagina yuborilganman" dedi. Iso shogirdlarini da'vat uchun jo'natib ularga: "Majusiylar yo'liga oyoq bosmanglar va samariyaliklarning biron shahriga kirmanglar. Aksincha, adashgan qo'ylarga o'xshagan Isroil xalqi oldiga boringlar" deb buyruq beradi. O'zining payg'ambarlik davrida Iso biron bir majusiyni diniga kirgizmagan. Yordam so'rab kelgan majusiy ayolni itga qiyos qilgani haqida rivoyatlar bor. Savol tug'iladi: Iso alayhissalomni o'zining ilohi va qutqaruvchisi deb bilgan odam nima deb o'ylashi mumkin? Shunisi qiziqki, bu holatlar nasroniylikni nafaqat yahudiylikdan, balki islomdan ham uzoqlashtiruvchi o'ta muhim aqidaviy farqlarni o'zida mujassam qilgan. Yakka xudolik haqidagi vahiylar orasida nasroniylikning uchlik ta'limoti begonadir. Demak, Iso alayhissalom Xudo yagonadir deb aytgan. Mark bayon etgan xushxabarda Iso unga javob berib dedi: "Butun amirlarning eng muhimi shu: Tingla ey Isroil, Robbimiz bo'lgan Xudovand yagona Xudovanddir" deyilgan. Keyin u Robbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan, butun onging bilan va butun quvvating bilan sevgin deydi. Va bu sevgining ahamiyatini ko'rsatish uchun Iso alayhissalom mana bu eng muhim amr deb aytdi. Iso buning ahamiyatini ko'rsatish uchun buni bir necha marta takror aytgan. Matto Injili, Luqoda hamda Chiqish mendan boshqa xudolarga sajda qilmang deyilgan. Iso yuqorida zikr qilinganlarni ikkinchi qonundan olib gapirgan. Bu barcha Bibliya sharhlarida qayd qilingan. Shularga qaramay, Pavelning ta'limoti hozir uchlik aqidasi deb atalgan narsaga aylanib qolgan. Iso alayhissalomning eski ahdga munosabatlari qanday bo'lgan? Pavel nimaga suyangan? Iso alayhissalom ta'limotida o'zi Xudo degan narsa bo'lmagan. Hozirgi nasroniylik Pavel ta'limotida asosida shakllangan. Iso alayhissalom hech qachon o'zini Xudo demagan. Injildan bu narsalarni topa olmaysiz. Biroq Pavel va uning izdoshlari haqiqiy risolatni buzib tashladi.